Salom do'stlar, sizlar bilan men Fexa. Sizlar yoqtirgan Minecraftda bugun biz har xil sizlar bilmagan qo'rqinchli ko'plab mavjudotlarni ko'rib chiqamiz. To'g'ri eshitdinglar. Ko'plab qo'rqinchli mavjudotlarni har xil tasavvur, dahshat va sarguzasht sizni hayratga qoldirishi aniq do'stlar. Bence tushunaveraysizlar. Obuna tugmasini bosib qo'yib boshladik. Короче, ikkita do'st tanishibdilar, daraxt chopishibdi. Короче, o'sha sivilizatsiyani boshlashibdi. Qo'ydan junni olib har xil o'ylar qilishibdi. Короче, mana shu zonaga kelishibdi-da, gaplashibdi. Vaqt ham ancha kech bo'lib qoldi. Otga qaytsak, nima deysan? Menda ozroq shubha paydo bo'lyapti. Men otga qaytmoqchiman. Nimasidan qo'rqasan? Shubha paydo bo'lmasin. Ozroq ruda topaylik, maylimi? Maylilikka mayli yo'q, hozir zombilar chiqib qolishi mumkin-da. Yo, zombilar chiqmaydi. Sen menga ishon, bu xavfsiz mer. Tushunasizmi? Bu yerdan uncha zombilar chiqmaydi. Menga ishonsan, xo'p, mayli, men senga ishonaman, lekin ozroq qo'rquvim bor. Yo'q, qo'rqma. Men seni oldindaman, har doim yoningda turaveraman. Menga ishonsang bo'ladi. Xo'p, mayli. Ruda topaylik, o'rningdan turasanmi iloji bo'lsa? Mayli. Shunaqa qilib bular ancha yo'l bosishibdi va shunaqa merga kelib qolishibdi. Bu yerda suvlar tepadan oqadi. Shaxta almaz bilan to'laydi. Bu yer qanaqa joy o'zi? Bizlar qayerga tushib qoldik? Men ham aniqini bilmayman, lekin shu yerga keldik. Qarab, almaslar qanchalik ko'p ekan. Ular короче shunaqa qilib pastga tushib, ancha narsa terib qo'yishibdi. Va shu narsani ko'rishibdi. Qara. Nima edi u? Bilmayman, men ham hozir borib ko'ramiz. Birgalikda ko'rishga nima deysan? Mayli, yur, pastga tushamiz astagina. Buni oxirigacha bitkazib qo'ymadim. Ular shunday qilib to'g'ri borishga qaror qilishibdi va shaxta ichi bo'ylab borishibdi. Hoy, bu nimadi? Men bilmayman, hozir buni ko'ramiz. Qara, buni qara. Uni yo'q qilishimiz kerak. Qoch. Bizlar endi tamomiz bu yer opiq ekan. Hoy, qara kelishyapti. Men qo'rqyapman. Senga aytgandim, qaytaylik deb. Meni kechir, men ham bilmagandim. Yo'q. Короче, biz kirib ko'ramiz. Mana shu kod va mana shu yerda paydo bo'ldi. Do'stlar, hozir o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Va boyagi ko'rsatilgan kodlarni kiritamiz. Mana xuddi o'sha joy, suvlar tepadan, shaxta to'lamiz va mana shu yerdan ular chiqqandi. Va mana shu yerda yo'qolgandi, ya'ni o'lgandi. Bittalarni olib ko'ramiz. Bu yerda boshqa nima yo'q. Bu joy bor ekan, lekin men mahluqlarni topolmadim yoki ular o'zi yo'q. Shunday qilib, menga ruxsat bersangiz, keyingi videoga o'tsam. Bu Minecraft'da ko'rib turganingizdek, Miyasa start qilib, ajdarni yo'q qilishga qaror qilibdi. U oqtashga tushibdi. Voy, men qayerga kelib qoldim? Men topdim. Va nihoyat. Portal ochiqmi? Igrini kallasi turibdi bu yerda. Nima qilyapti? Voy, oldin kirilganmi yoki? Faqat bu yerda menman deb o'ylagandim. Xo'p, sakrayman. Bismillah. Bu yerda ajdar bor, lekin endermenning o'zi yo'q edi. Voy, qani endermenlar yo'q? Bana men o'ldim. Voy, bu nima dedi? Odam menga qarab turibdimi? Yoki bu nima? Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Hech nima yo'q endi. Menga nima bo'lyapti? Hech kim yo'q-ku. Xo'p. Va katta obsidianli labirint. Voy, men qani ajdar? Hech kim yo'q, hech nima yo'q. Eshik va katta joy. Hamma joy bedroq. Va bu o'sha ko'rgan maxluqom. Qochaman. Qani qayerga ketsam bo'ladi? Qayerda yo'l bor? Va portalmi? Meni o'yim kech bo'lib qolibdi. Uxlashga yotsam yaxshi bo'lardi. Juda ham uyqum keldi. Bu nima? Qoch kerak narsalarni olamiz. Qochishim kerak. Bu nima? Men shaxtadaman. Ko'proq narsa olishim kerak. Menga kerak narsalar nima? Oltin bor ekan, almas ko'proq ekan, almasni olaman. Voy, bu nima? Yo'q, menga nima bo'ldi? Meni mazam qochibdi. Yo'q. Meni yuragim
nafas olishim qiynalyapti. Yuragim og'riyapti. Yo'q. Nimadir sanchilgandek bo'lyapti. Men o'lishim kerak emas. Yo'q. Shu yerda 770 error chiqib qolyapti va o'ldi deyapti. Mana shu yerga kelib qo'ydim do'stlar. Mana bunaqa bizning sivilizatsiyani noldan boshladik. Hamma narsani oldim, kuchaytirib oldim, portal qildim, o'yin bor. Kerak narsalarim bor. Mana ko'rib turganingizdek, endi men o'sha portalni, Drakon portalni oqtarishga tushaman. Few minutes later. Mana o'sha joyga keldim va o'sha igrini kallasi turibdi. Portalim ochiq ekan, divonni qo'yib qo'yay. Baribir ehtimolga qarshi o'lsam agar qaytib kelishim uchun igrini kallasini olib olaman va mana boyagi bratanga o'sha bismillah deb tushishga qaror qildim. Bismillah. Va o'sha ko'rsatilgan joy. Xuddi o'shanaqa bu yerda endermenlarni ko'rmayapman. Ajdar, ya'ni drakon. Xo'p, endermenlar yo'q. Xuddi shu hikoyadagi kabi. Men shu yerdaman va korotchi o'sha hozir men hammasini sindirib chiqay. Bu 5x ga qo'yilgan video. Voy, men oldim. Tamam. Boyagi joyga qaytamiz. Va labirint. Xuddi o'sha labirint do'stlar. Tushunasizlarmi? O'sha labirint va bu yerda eshik bo'lishi kerak. Qayerlardadir eshik yashirinayotgan bo'lishi kerak. Mana chiqdim. Hamma joy bejiroq va o'sha maxluq qochish to'g'ri ketdi va portal chiqadi oldidan. Ana men portalni ko'ryapman. Xo'p. Xayr. Va kech bo'lyapti. Xo'p. Men borib hozir yotog'imga yotaman. Yo'q. Xuddi o'zi. Yo'q, o'ldim. Tamom. Va bu o'yinchi ko'chada o'ynab kelib, o'yiga kirib Minecraft o'ynab o'tirgan edi. Juda ham xatar berilib ketdi va telefon o'ynab ketayotgandi. Telefonda ham Minecraft o'ynayotgandi, to'g'ri. Buni yuk mashinasi urib ketdi. Yuk mashinani o'zi aybdor emas edi. U bola telefon o'ynab kelayotgandi, buni Milsaga tushuntirdi. Milsa uni ko'rish uchun tekshirishga bordi. U bechara o'ldi, do'stlari yig'isi qildi. Sevgan qizi boshqasi bilan gaplashib ketdi. Va shunaqa figuraga kirib qoldi u. Bu har doim hamma joyda edi. U o'zining qabriga ham borib ko'rdi. Sevgan qizini faqat kuzatardi. Kechalari yurardi. Uni o'yinchilar ko'rsa, uni o'ldirardi. Ya'ni o'yinchilarni o'ldirardi. To'g'ri eshitdingiz. U chaqmoq bilan o'ldirardi. Kechqurun bo'lsin, ertalab bo'lsin, umuman farqi yo'q edi unga. U faqat o'zining qabriga kelib qarab o'tirardi. Qizini faqat kuzatardi. Va men ham o'sha yerga kelishga qaror qildim va o'sha serni terib, mana shu yerdaman. Tushunasizlarmi? Va men ham sivilizatsiyani boshladim. Daraxt chopdim, ko'rayotganingizdek. Tosh topdim. Hamma narsani chopib ko'rdim va o'y qurib, shunaqa yashashga qaror qildim. O'shani qabrimni qurishga ham qaror qildim. Hozir qo'limda narsalar bor. Shunaqa. Keyin buni mashina qo'yilardi. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, bunga yozilardi. Mega elef bu yerga kel. Xuddi shunaqa va men uni ancha kutdim. Kunlar kutdim. Va kompyuterim qochishni boshladi birdaniga. Va chaqmoq chaqdi. Yondi. Lekin o'zi ko'rinmayapti. Qayerdasan? Mega elef. Qani? O'tasi yonayotgan ekan. Mana. Men qayerda paydo bo'ldim? Tayimga suv bor ekan. Men tirik qoldim. Yo'q. Men o'ldim. Lekin qanaqa qilib o'lgan bilmayman. Hali ham u shu yerda turibdi. Ana. Xo'p, kompyuterim mani merdan otib yubordi. Mani suvim tugadi. Podpischalarim ham tugashni boshlayapti. Do'stlar, tezroq obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lib like bosing. Tugmachani ham bosib qo'ysangiz, meni yangi chiqqan videolarimni bemalol ko'ra olishingiz mumkin. Sizlarga o'zi tashlab beradi. Tamom, xayr.